Hozir sizlarga 15 daqiqa vaqt beraman. Shu 15 daqiqa vaqt ichida sizlar yaxshi inson haqidagi bilgan fikringlarni, o'zingizlar nima bilsanglar, hammasini yozasizlar. Tushunarlimi? Savollar bormi menga? Yo'q. Tayyor bo'lsanglar, vaqt ketdi. Xo'sh, hurmatli bolajonlar, vaqtimiz tugadi. Bo'ldi, to'xtatamiz. Akrom, sen turchi. Yaxshi inson bo'lish, boshqalarga ham o'zi yaxshi ko'rgan narsalarni berish deb yozibsan. Chunki yaxshi odam yaxshi ko'rgan narsasini hamma do'stlar bilan birga bo'lishadi. Sen shunaqa qilasanmi? Ha. Yaxshi. O'tir. Komil. Xudo insonlarga faqat yaxshilikni istaydi deb yozibsan. Buni qanaqa tushunish kerak? Chunki Xudo hammani jannatga kirishni xohlaydi. Yaxshi. Agar shuni xohlasa, nima uchun hammamizni shunchaki jannatga kiritib qo'ya qolmaydi? Ustoz, siz ham bizni katta sinfga o'tishimizni xohlaysizmi? Xohlayman. Unda nega bizni imtihon qilasiz?